Tumani selxozdan 2-3 kilometr kirganda navbatdagi xonadonimizga keldik. Bu xonadonimizda 3 sotuv, 6 xona, 4 ta sanuzor. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'chalari keng, asfalt qilingan. Bu xonadonimizning qurilishlariga lekin yaxshi qurilgan. Ko'ringlar, baho beringlar. Mana bu qurishlari. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerga bemalol 2 ta mashina sig'adi. Bu yerda mana zona qilib joy qoldirilgan. Darvozamiz ham kattagina. Bu uyimizga bu yerdan ham kirsa bo'ladi va orqa tomondan ham kirsa bo'ladi. Bu bizda oshxona. Bu yerda mana tapchalar qo'yib, suvlar hammasi chiqarilgan, tayyor. Salqingina o'tirsa bo'ladi. Bu yerda bizda podvolimiz shu joy tegi. Bu yerda bizda zal. Zal ko'rayotgan bo'lsanglar, kattagina. Bu yerda mana suvlar chiqarib tayyor qilib bitilgan. Xohlasanglar bu yerda oshxona qilsanglar ham bo'ladi. Alohida yana oshxona bor. Bu yerda yana bitta xonamiz bor. Sanuzor ko'rayotgan bo'lsanglar, kattagina. Bu bizda ikkinchi qavatimiz ko'rinishi. Bu yerdan boshlasak. Bu yerda eski xona. Bu yerda yana bitta xona. Sanuzor. Bu yerda yana detskiy xona. Bu yerda mana